Mana sizlarga hozir beshalkamizni 3 kubalik beshalkani yig'ayotgan jarayonni ko'rsatmoqchimiz. 22 kilovat motor qo'yiladi. Reduktori xo'p. Gentrani motoridan kuchli. 3 kuba ketadi. Agar yengil yemlar bo'lsa 1,5 tonnagacha oladi. Hozir mana ichiga aylanadiganini o'rnatishyapti. Klientimiz bu yoqdan tushsin dedi. Hozir bu bir tarafga haydaydi, ichida ham bo'ladi, chiqaradi. 2 qavat bo'ladi. Xo'p, mana bu tarafdan tushadi. Innovatsion bunaqa qo'yilgan. Patchimi ham juda katta. Mana. Sparkni baloni bilan. Moshni bo'lgan, unaqa ayab puldan qochilmagan, materiallar yangi, lazerlarda kesilgan. Ko'pchilik bizdan so'raydi, nimaga sizlarda qimmat deydi. Bizda qimmat emas, naborot arzon. Xo'p, mana ustalarga o'ta zo'rini moshnisini qo'yilgan. Mana bu yerlarda ham o'ynab ketmaslik uchun material ayamasdan qo'yilgan. Shivellar qo'yilgan. Urug'larni ko'rib tursa bo'ladi. Ichiga suvni o'zi haydab turadi. Suv haydaydigani ham bo'ladi, krishkasi bo'ladi. Soatiga 3 tonnagacha, 3 kuba. Garantiya xudo xolasa vechniy. Hozir qo'yilyapti mana. Qo'llashyapti, hamma narsamiz bor. Bu mishalkani ichiga qo'yiladigan spirali mana. Klientimiz bu spiralni shuni iltimos qildi. 50 bo'ladi. Buni qalinligi 10lik. Shunga shunaqa kerak bo'lsa